Синба və onun həmraları şu manğanca Tanzaniyanın cənubidəki məşhur və gözəl Zirmazarı təğə yetib gəldi. Tağ çoqqısını appaq qar qaplagan idi. Eğer qayğığa patqan Sinba'nın ətrafidəki gözəl mənzərələrdən ləzzət elişqimi rayı yox idi. Onun həmraları bolsa tinişqina aram elib atatdı. Çünki ularning qashida Sinba bolsa xotirjam idi. Bana xuddi o'z uyimdek hech narsa yot tuyulg'in yo'q. Bu rostila go'zal yakina. Biroq shu tapda Sinbani ko'ngli parishon ko'rindi. Bizni o'ptaraq bir uxlavasu devatqanda aqacan. Mening san usharoq bo'lg'in. Sinba bir kunni ahvoli kelishga evatdi. Nima uchun shunday qildi bilamsan? Meningcha biz sirkotni cho'qib qutulib ketdik, Shundoq, vaqt bekor o'tkazgandan ko'ra birdan o'zim uxlagan yaxshi. Sirkotdan qutuldik deganga hech ishongim kelmaydi. Biroq bu gap biz uchun cho'ng tasalli. To'g'ri aytdim. Endi aptatni verishimizdan hojat qolmadi-da, Bu o'rin. Daraxt soyasida qushlarning sayrishini anglag'ach, aram ep yassa nima degan payzi, Yana hasalarlari bo'lsa, nurg'un hasal chiqasa, men hasal chiqargan bo'lsam qanday yaxshi bo'ladi? Shundaqda to'qqizim talbilar ketdik. Harlar chiqibmi tursa degini? Haras u yerimi bor. Nemish uning tishiga tegiversa, Sinba! Qandoq, hech xabar yo'qmi? Ketgili xeli bo'ldi. Ajab kelmaydi-ku. Shuni deyman, burkutga hamroh bo'p, kim ketgandi? Seni qushqash. Boraman deb turib oldi. Bo'pti deb avatgandim. To'g'ri qilibsiz. O jo'q kichik bog'ini bilan Botirga. O o'zini bak chechanchoqlaydi. Qarala, ular keldi. Nima ko'rdim, ular kelyapti-da, ajab yaxshi bo'ldi. Keldi. Toza hazırgansana. Yaxshi bo'ldi. Bichor seri qushqash toza olgansan, Sen chaqon bo'lgandikin, topni tutib ola, Og'rib ketdimi? To'paq qattiq tegdi. Çerçi, sen de eskikensen, ben o hareketlerimi bilip durup kaç tane ahmak kıldım. Hep bir kere topuğunu yere etmeydiğin bassa. Sınıf
kishi. Bizenge agah bak, kezanı çok olmay yana. Bu yakı kenne, bomuz peylerini yungdu maylı yütü etti ben. Çilakını. Bo'ldi qilinglar. Kuchinglardan dushmanga azroq qolsin. Şunu deymen, to'g'ri aytding Sınba. Bizni kechirgin Sınba, pakatimizdan eshib ketibdi. Sendan afv so'rayman. Ma'qul. Egilgan afvoni sana doklab qilay. Ma'qul. Degine. Serkon qo'shinni boshlab, Zirimazor o'tig'ining eng egiz cho'qisiga chiqmoqchi bo'lib yetibdi. Meningcha ular hujumni tog' cho'qisini boshlamoqchi. Şimdi ularning tayyorlik qilayotganligini ko'rdik. Ularning bizga tog' cho'qisini hujum qilishini cho'qim to'sib qolayli. Bo'lmasa, o'rin jihatning ustunligi ega bo'lib oladi. To'g'ri dedingiz. Nima bo'lmasin, ularni to'sayli. Agar biz tuzlanlikda qolsak, pasipallar tushib qilib zarba yeb qolamiz. Qaraganda yana jang bo'ladigan o'xshaydi. Mening muchang qilg'im yo'q. Faqat rezil Serkonni mag'lub qilsamli bo'ladi. O hamish qorong'u joylarga yoshirinib yurgashga topmoqmi bektasgan. Uni o'zini ayirib chiqishni amalni topsaq bo'ladi. Gaping joyida, ammo uni qandoq boshlab chiqiliq? Sınba, men bir akıl topdim. Bu nimdaydi? Faqat anlayamadim. Seri qushqash, darhol qo'shin xabar qil. Hozir yo'lga chiqamiz. Xo'p. Darhol yo'lga chiqamiz. Anladingmi? Hozir yo'lga chiqib ekanmiz. Ne bo'ldi? Tez dur, ağlamadın mı? Tez dur. Qo'zg'im ajab og'irdi. O'ligidek yavanmagan bo'lsa, qo'sig'ing og'irmaydi. O'g'liqni iltifot bilan yeb, xo'pdimanda, ha? Ko'pchilik, tez bo'linglar, azmini qilmay, kezmanglar. Tezroq bangayli. Buni chaqmoq. Amma tezroq baqay. Yaqinlashib qoldi. Biz yana nima ish qilamiz, alilari? Ularning keldiganligini bilatdim. Keldi, kimni deydilar alilari? Senchi kimni da'vatqandiman? Rostni aytganda, men bilmadim. Sen kim hujum qiladi? Obdan o'ylab baqa. Kim bo'ladi? Sen bo'lmamdi. Bizga shular hujum qilmoqchi. Men hujumni bizni qilamiz deganda o'ylabdi. Sening chiza ular hamisha bizning hujumimizdan mudofaa ko'rib o'tirganda. Ishqilib, biz uchun aytganda hujum qilganimiz yaxshi, ishonchlik bo'ladi. O'g'il, shundoq, biroq bu qatim ish boshqacha. Hujum qilib qolsa, oqibat qanday bo'ladi? Seningcha qanday bo'ladi? Tez mudofaa o'rnashtir. Xo'p, alilari.
Üstünlükni saqlab qilish uchun qismni boshlab tog' cho'qqisiga istiqomni egala. Tez bo'l. Xo'p, mana hozir. Tayyorlab tutdim. Tayyor bo'ldik. Nayt yaxshi, imkon qadar yoshurninglar. Hammaylar o'z joyida hozir bo'ldi, Sинба. Ular buyruq ijro qiladi. Serkonning oldini to'sab, uni aldab chiqadi. Shunda aliylari. Qani hamsa do'stlar, yo'lga chiqaylik. Flashning ostiga yoshirib olsa, hech kim ko'rolmaydi. Qani, ko'ringlar. Bana bir peşkellik keladigandak turdi. Sинба yaqinlab qoldi-yu, lekin ko'rinmaydi, ha? Nima o'yin o'ynayotgandi u? Ha? Nima ovoz bu? Alilar bir ashab qildimi, nima? Qo'rqyapman. Oychi. Biz planımız bo'yicha harakat qilaylik. Turkiyat sirkini aldab olib chiqsin. Alilar o'yg'aslar. Ular kelganda qiladi. Neymiş bu? Yolg'iz hozir yolg'iz qoldi. Ishsan qarashliq bin bu qanday? U ana, kedimi? Alg'a! Do'stlar, olg'a! Esirlat bo'lsin, bizning vazifamiz Serkonni yetim qoldirish. Serkon dal osh tarafga qarab qochdi. Ajab obdan bo'ldi. Qarab boqay, Sинба tarafga qochdimikin?
Синба! Serkonni jiliq tarafga chiqishga qista. Qolgan ishini men qo'yib ber. Uni hargiz qochirib etmayman. Yordamingizga chin dilimdan minnatdorman. Daraxt podshoyi Apol. Onundan qutulsam bo'ladi. Bek isib ketdim. Endi o qutulaman. Sınba. Ajan. Sınba'nı hiç kim yengemeydi. O diyen hemminden yaman. O şundak. Bana rahim qil. Mushundaq gapni qilishga 100 chidaydi ekan, ha? Sen degan botir podshoh menga mundaq muomala qilsang bo'lmaydi. Sen menga qanday muomala qilgan? Sen kechirgisiz jinoyat o'tkazding. Endi hargiz qo'ymayman. Sen texi menga rahim qil deyapsan, ha? Ota-onamni o'ldirib etdi. Bu yovuz ablah. Hatto bizga xotirjamlik bermading, ha? Bu ishlar yodimdan hargiz chiqmaydi. Ötüp ketken işlah, sen hazır çoğun oldun. Doğru dedim, ben çoğun oldum. Emdi sana barlık kan qarzlarını töyletimen. Meni koyu etken, emdi sana avarçılık deyip vermedim.
adolat, yovuzlik ustidan oxir g'olib keldi. Serkon o'ldi. Qutlug' bir kuni Sинба ota-onasidan miros qolgan shohlik taxtiga o'ltirmoqchi. Tosh kiyish murosimi deb atalgan katta to'y kuni ularni kutmoqda. Shundan boshlab ko'pchilik Sinbani Shohinshoh deb atashadigan bo'ldi.